Hozir sizlarga shunday avtomobil ko'rsataman, hurmatli obunachilar. Cobalt Gentra'ni atkaz etasizlardan shu avtomobilni olib haydaysizlar. Assalomu alaykum, hurmatli Soat Avto kanali obunachilar do'stlar. Jack G7 21-yilda ishlab chiqarilgan 100 ming kilometr yurgan, 4 tane paket balon qo'yilgan, akkumulyator tozadan qo'yilgan, polni shumka qilingan piluzona do'stlar. Metan gaz ham qo'yilgan do'stlar. Вообще shikolant. Mana qarang. Beskuluchoy доступ bor. Salonga qarang. Endi yana bir tushuna qaranglar. Texnologiya deydi-ku. Mana. Polni. Yine elektropaket, aynalar ham avto. Xullas. Start stop bor. Avto hold bor. Rushnoy elektronniy, xullas o'chish yoqadon, tog'li rejimli knopkalar ham bor. Katta monitor bor. Xullas zo'r avtomobil do'stlar. Zo'r narxda turibdi. Narxini keladigan bo'lsak do'stlar, 140 million so'm. Cobalt ham olmaysiz, Gentra ham olmaysiz. Shu mashinani olib haydaysiz. Chunki narxi zo'r do'stlar. Narxi вообще shikolat narxda ekan. Metan gazlar ham bor. Mana qaranglar. Yana 80 lik metan gaz ham bor. Yana вообще zo'r. Birdan shu krelning arkasida, arka krelingda yengil повреждение uchun qirilganiga kraska sepilgan dedi. Pastda nomer qoldiraman. Prямо yegan nomeri. Batafsil ma'lumotini igidan oldirasizlar do'stlar. Bemalol. Libo ustalarimiz bilan kelib tekshirib olsangizlar bo'ladi ekan. Libo proverkaga tayyor dedi. Mana qarasangizlar, вообще nim yomon xilasa ekan. Yana monitorlar. Bu do'stlar prямо igidan kelib turibdi. Igidan yuvib ortilmagan ko'ribsizlar, to'proqlari bilan durtdi mashina. Olasizlardan bir dana ximsiya qilasizlar, tamom. Mashina shikolant bo'ladi. Xullas tayyor avtomobil, 140 million so'm narxi. Like bosamiz videoni Cobalt Gentra izabiga tashlab qo'yinglar. Shu mashinani asosida hazat minasizlar. Zo'r bahasi Cobaltdan ham Gentradan ham arzon do'stlar. Like bosamiz videoni, kommentariyada o'z fikringizni qoldirasizlar.